Salom, inoyat va tinchlik. Ushbu ko'rsatuvimiz va dasturimizning keyingi 30 daqiqasi React emas, butun beshsin, yorqin nur kabi bo'ladi. Bu butun dunyoning qorong'u soyasida, zulmat qo'ynida porlab turgan yorug'likdir. Global Gratiya Missions orqali biz 130 dan ortiq mamlakatlarga xizmat ko'rsatamiz. 34 ta til. Shuning uchun bu dastur yorug'lik bo'ladi. Lekin bu chiroqning nuri emas. Bu Iso Masihning nuridir. Uning o'zi men dunyoning nuriman deydi. Shunday qilib, bugun bizning dasturimiz ong va qalblarni yoritadi va o'zgarishlarni amalga oshiradi. Bu hayotni o'zgartiradi, chunki bu muqaddas kitobning Iso Masih nomi bilan bergan kuchidir. Keling, har bir ismdan yuqori bo'lgan Iso ism haqida gaplashaylik. Men havoriyman. Miguel Angelo, Cristo Vive Evangelist cherkovidan, Rio de Janeiro, Braziliya. Men bu yerda juda muhim vazifani bajaryapman. Mehribon Xudoyimiz sizni aynan bu vaqtda yuragingiz va bu yerdagi hayotingizning maxsus ahamiyati biriktirib, butun besh hamda bebaholigi uchun qo'shdi. Muqaddas kitobda aytilishicha, kimdir dinga kirganda osmonda bayram bo'ladi. Farishtalar xursand bo'lishadi, chunki butun dunyoda hayotni saqlab qolish uchun to'lovni amalga oshiradigan hech qanday insoniy narx, tanga qiymati yo'q. Shunday ekan, men Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masih haqida gapirganda, bu Rabbiy so'zi yunon tilidagi Kyrios yoki despotes so'zdan olingan. Bu yagona, oliy, rahmdil, mehribon, najotkor va qutqaruvchi ilohiyat haqida gapirilmoqda, ya'ni Iso. Rabbimiz Iso Masih. Menimcha bu juda real. U kalomdan, muqaddas kitobdan chiqdi va mening yuragimga, jonimga, ruhimga kirdi va hayotimni o'z suratida va o'xshashida o'zgartirdi. Shuning uchun men bugun shu yerda bo'lishim, hayotingizda Xudoning ovozi bo'lishi mumkin. Va men buni ko'p odamlar bilaman, chunki bu bashoratli tarzda u kompyuterlari, iPadlari, uyali telefonlari oldida o'tirib, Braziliyada bo'lgan pastor, voiz yoki havoriy bilan qanday qilib muloqot qilganiga yoki muloqot qilayotganiga hayron bo'lmoqda. Xo'sh, bu Xudo sizga platformalar orqali yetib borish uchun taqdim etadigan texnologiya. Va bu kelish, bu o'zgaruvchan kelish bo'lishi kerak. Men inoyat va tinchlik, dasturimiz tugadi deganimda siz avvalgidek bo'lmaysiz. Xo'sh, keling, muqaddas kitobda nima deyilganini eslaylik. Pavlusning Filippiliklarga yozgan maktubining 2 bobi 9 oyatida muqaddas kitobda, shuning uchun Xudo uni juda yuksaltirdi deyilgan. Iso Masihning nomi bilan osmondagi, yerdagi va yer ostidagi har bir tizza cho'ksin, har bir til unga har bir ismdan yuqori ism berdi. Xudoning ulug'vorligi uchun Iso Masihni Rabbimiz deb tan oling. Shunday ekan, til tan olsin. Bu shuni anglatadiki, kimdir bilan yaqinlashadi. Yagona va oliy Xudo bu e'tirofga bog'liq. Pavlus allaqachon agar biz og'zimiz bilan iqror bo'lsak va qalbimiz bilan Iso Masihga ishonsak deb o'rgatgan edi. U o'liklardan tiriltirgan Rabbimizdir. Biz najot topamiz. Najot yunoncha satiriya so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ozodlik degan ma'noni anglatadi. Ya'ni shaytondan, hukmdan, gunohdan ozod.
Xudo bilan yaqin aloqada bo'lgan Rabbimiz Iso Masih mutlaq hukmdor, hayotingizni boshqaradigan Kiryosga aylanadi. Shuning uchun muqaddas kitobda har bir til Iso Masihni Rabbimiz deb tan oladi deyilgan. Bu hamma narsani boshqaradigan nom. Biz ovozlarga, fikr bildiradigan ovozlarga, bosim o'tkazadigan ovozlarga to'la dunyoda yashayapmiz. Ularning aksariyati chalkashliklarga sabab bo'ladi. Lekin Pavlus aytgan oxirgi ovoz bor. Shuning uchun Xudo uni yuksaltirdi va unga har bir ismdan yuqori ismni berdi. Demak, ism bor. Dunyo dinlari haqida o'ylaganingizda, ularni yo inson yaratgan yoki shayton yaratgan deb o'ylaysiz. Demak, barcha dinlarning dinning boshi bo'lgan, Xudo yoki o'sha dinning payg'ambari deb ataladigan ismi bor. Lekin men sizga Rabbimiz va najotkorimiz Iso Masih nomi bilan aytmoqchimanki, ism bor, hamma narsadan ustun ism. Ism. Shunday qilib, agar siz bu yer yuzidagi xudolar, payg'ambarlar, mavjudotlar va avliyolar deb ataladigan ismlar galereyasini joylashtirsangiz, bugun har qanday ism, halleluya, Iso nomidan pastda bo'lgan har qanday ism, Iso nomi ostida, Iso yuqorida ekanligini tushuna boshlaysiz. Yana bir gapni aytaman, hatto inqirozdan, qo'rqinchdan, butun insoniy hokimiyatdan, har qanday ruhiy kuchdan, har qanday hukmdordan va har qanday qudratdan ham yuqorida turuvchi zot bor. Birektimi, butun beshsi. Ularning barchasi Iso Masih ulug'lansin deb uning huzurida kichraytiriladi. Shunda u mutlaq Rabbiy bo'ladi. Agar Iso mutlaq Rabbiy bo'lsa, siz so'rashingiz mumkin. Lekin nega hayotimizda u hukmronlik qilmaydigan sohalar bor? Lekin muqaddas kitob 11 oyatda har bir til Iso Masihni Rabbimiz deb tan olishini aniq aytadi. Butun til. Shunday qilib har bir inson tanlanganlar, oldindan belgilanganlar, muqaddas kitobda qo'ylar, bug'doylar, mening xalqim, mening kelinim deb atalganlar, bu odamlarning barchasi najot urugi, Isoning Rabb ekanligini tan olish uchun yaratilgan tilga ega. Men yana 11-oyatni o'qib chiqaman. Har bir til buni tan oling. Iso Masih Rabbimiz Xudoning ulug'vorligi uchun. Shuning uchun Masihning mutlaq hukmronligi muqaddas kitobda. Muqaddas kitob buni ochib beradi. Muqaddas kitobda Iso Masihni boshqa variant sifatida ko'rsatilmagan. U o'zini yo'l, haqiqat yoki hayot deb aytmaydi. Boshqa variantlar yo'q. Yoki siz Masihga 100% sodiqsiz va u Rabbiydir, yoki siz gunoh va qonunbuzarliklar ichida adashib, hukm ostidasiz. Muqaddas kitobda Iso Masih Rabbiy sifatida tasvirlangan. Filippiliklarga maktubidan keyingi kitob bo'lgan Kolosaliklarga maktubining 1-bobida u o'zini ko'rinmas Xudoning surati deb aytadi. Shunday qilib, siz Xudoni izlaganingizda, ko'rinmas Xudoning surati Rabbimiz Iso Masihning shaxsidir. U tong'ichdir, u barcha yaratilishlarning birinchisidir. Unda hamma narsa yaratilgan, osmondagi va yerdagi, ko'rinadigan va ko'rinmas narsalar. Ularni kim yaratgan? U Iso. Taxtlar, hukmronliklar, knyazliklar, kuchlar, barchasi u orqali va u uchun yaratilgan. U hamma narsadan oldin bor va hamma narsa unda birlashadi. Keling 18-oyatga o'taylik. U tananing, ya'ni jamoatning boshidir. U boshlanish, barcha oliklarning tong'ichi, toki u hamma narsada ustunlik qilsin. Xo'sh, ketaylik. Bir zum to'xtab o'ylab ko'ring, ustunlik nimani anglatadi?
ustunlik degani birinchi bosh, hammasidan yuqori bo'lgan, oliy, tengi yo'q, mutlaq, yagona Xudo, alfa va omega, boshlanish va yakun, yaratuvchi degani. U ko'rinmas Xudoning surati, u oliy zot. Qoylarning choponi, e'tiqodimizning bosh ruhoniysi. U yaxshi chopon, u ota, u chirimas urug, u barcha yaxshilikning, har bir mukammal sovg'aning muallifidir. Unda hech qanday o'zgarish yo'q, unda soya yo'q, unda hech qanday o'zgarish yo'q. Xo'sh, o'ylab ko'ring, men buni sizga guvoh bo'lganim uchun aytyapman. Xudoga hamd va sanolar bo'lsin. Halleluya. Qodir Tangrining, Iso Masihning tirik guvohi. Ko'p yillar oldin Afrikada harbiy xizmatni bajarish paytida men katta baxtsiz hodisaga uchraganman. Men sozning to'g'ri ma'nosida tuzalmas sabzavotga aylangan edim. Juda ko'p sinishlar bor edi. Ko'plab jarohatlar, reanimatsiya, ko'plab operatsiyalar, deyarli bir oyogimni kesib tashlashga to'g'ri kelgan edi. Men juda dindor edim, dinli odam edim. Lekin menda bu ishonch, bu qat'iyat yo'q edi, chunki men uni tanimas edim. Men 21 yil Rim cherkovida yashadim va hech kim menga Iso haqida gapirmagan. Ular Maryam haqida gapirishardi, farishtalar haqida gapirishardi, papalik xatosizligi haqida gapirishardi, tozalash joyi haqida gapirishardi. Ular tasvirlar, butlar haqida gapirishdi, lekin hech kim menga, yo'q, kim bosh, kim Rab, kim mutlaq, kim tengsiz, bu Rabbimiz Iso Masih ekanligini aytmadi. Va u taxtni baham ko'rmaydi, u shon-sharaf taxtini egallaydi. Shuning uchun Iso hayotning bir qismi emas, u hayotning Rabbi. Vahiy kitobida Yuhannoning bayonoti bor. Hazratimiz kunida bir farishta unga gapirib, Iso shohlarning shohi, xo'jayinlarning xo'jayini ekanligini ochib berdi. Demak, raqobat yo'q. Hech qanday nizo yo'q, faqat abadiy hukumat bor. Shuning uchun muqaddas kitobda aytilishicha, har bir til tan oladi, taslim bo'ladi va e'lon qiladi. Iso Rabbiy ekanligi. Keling, Filippiliklarga qaytaylik. Har bir til Iso Masihni Rabbimiz deb tan oladi. Shunday qilib, senga, deydi Rabbimizning kalomi, 10-oyat, Iso nomiga. Osmonda, yerda va yer ostida har bir tiza egilishi kerak. Shuning uchun hech kim uning buyukligi, ulug'vorligi va ulug'vorligining kattaligini tasavvur qila olmaydi. Xudoning rahm-shafqati va hukmronligidan kelib chiqib, muqaddas kitob osmonda, yerda va yer ostida har bir ism Iso Masihning huzurida tiz chokishi, ta'zim qilishi kerakligini aniq ko'rsatib beradi. Har bir tiza egiladi, har bir til tan oladi, har bir til. Demak, bu taklif emas, bu abadiy farmon. Menda shunday tajriba bor. Men 47 yil davomida, deyarli 51 yil davomida ruhoniy bo'lib ishlaganman. Ko'rdim, guvohman, takrorlayman. Gapiradigan Xudoning, o'zini ochib beradigan Xudoning, insonga aylangan Xudoning Golgota xochida olgan. Adolat narxini to'lagan, qarzni to'lagan Xudoning ulug'vorligini ko'rdim. Guvohiman, u gunohlarni kechiruvchi edi. Xudoning adolati pasa qozisi bilan qoniqdi. Iso Masih orqali, qurbonligi orqali u tirildi va taxtga o'tirdi. Demak, butun koinot juda ozgacha bir lahzaga tomon harakatlanmoqda. Va bu Xudo Braziliyaning Rio de Janeiro shahridan bo'lgan pastor, voiz uchun Xudoning ovozi bo'lishi va dunyoga aytishi, tan olishi uchun tayyorlagan lahzadir. Iso Masih yagona Xudo va Rabbiy ekanligi. Va men sizga nasihat qilmoqchiman va aytmoqchimanki, o'zingizni Xudo bilan yarashtiring.
Bu ism oldida bosh eging, og'zingiz bilan tan oling. U hayotingizni o'zgartiradi. U vijdoningizni, fe'l-atvoringizni, hayotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiradi. Hayotda maqsad tuyg'usiga ega bo'lasiz. Yashash uchun sababingiz bo'ladi. Tan oling. Ayting, Iso, sen mening Rabbimsan. Qayerdasiz? Balki siz muqaddas kitob haqida gapirish taqiqlangan mamlakatda yashayotgandirsiz. Lekin bu kalom sizga yetib keldi. U sizga yetib bormoqda, chunki u buyuk Xudodir. Va u aralashganda hech kim uni to'xtata olmaydi. Agar Xudo harakat qilsa, kim? Uni kim to'xtatadi? Xudo biz tomonda, kim bizga qarshi bo'la oladi? Shunday qilib, hayotimning har bir kunida men Xudoning ishini ko'raman. Ba'zan yonimdan o'tib ketaman. Ulkan muammolar, ulkan qiyinchiliklar, tashqaridan kurashlar, ichkaridan qo'rquvlar. Lekin men o'zimni Xudovand oldida ba'zan yuzim bilan yerga qarayman. Buni har kuni qilaman va u yerda aytaman. Xudo, mening yetarliligim sendan keladi. Sen sherning og'zini yopding. Sen dushmanlarni yo'q qilding. Soxta qurollar g'alaba qozonmaydi. Qal'alar sofizm va mag'rurlik yerga uloqtiriladi. Yovuz, firibgar, yolg'onchi odam, qonxo'r yo'q qilinadi. Ular yerga uloqtiriladi. Xo'jayinlarning Rabbisi, shohlarning podshohi bo'lgan zotning huzurida gapirayotgan Xudo, muqaddas ruh gapirmoqda. Ruh endi hayotingizga kechirim bermoqda. U endi siz boshdan kechira boshlagan juda buyuk narsani chiqarmoqda. Suyaklaringizda olov yonmoqda. Bu muqaddas ruhning huzuridir. Bu Rabbimiz Iso Masih. Bu shoh, bu yagona, bu hukmdordir. Rahmat. U qaror qilgan, sizni tanlagan, bu dastur sizga yetib borishini ta'minlagan odam edi. Shunday qilib, ba'zilar iymon bilan, boshqalari dalil bilan, boshqalari esa azob bilan iqror bo'lishadi. Lekin muqaddas kitobda hamma tan olishi aytilgan. Demak, savol Masih tan olinadimi yoki yo'qmi emas, balki siz uni taniysizmi yoki yo'qmi? Agar bu so'z, bu ahd, bu yaxshiroq va ustun va'dalar ittifoqi bo'lsa, bu mening lablarimdan, og'zimdan chiqmoqda, yuragingizga yetib bormoqda va nima uchun tinglayotganingizni bilasizmi? Chunki sen qo'ysan. Iso Masih, mening qo'ylarim ovozimni eshitadilar, dedi. Diningizdan, qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, bugun uni tan oladiganlar uchun Xudo nimani yaratgani, uning strategiyasi, uning hukmronligi muhim. Va kim uni Rabbimiz va najotkorimiz deb tan olsa, kim uni tan olsa, hayot topadi. Qarshilik ko'rsatgan kishi donolikni topadi. Kim ishonsa, najot topadi. Kim ishonmasa, mahkum bo'ladi. Demak, u hamma narsani o'zgartiradigan kuchga ega. Iso shunchaki osmondagi Rabbimiz emas. Yo'q, unaqa emas. U amaliy hayotda usta. Ularning hukmronligi bizni bosib oldi. Bu aqlga yetdi, qalbga yetdi. Qarorlar, qadamlar, kelajak Masihning rabbiyligi. Bu nazariy emas, bu o'zgaruvchi. Ishonch bor joyda hayot, halollik va osish bo'ladi. Bu faqat Iso bizning hayotimizni boshqarganda sodir bo'ladi. Chunki Masih hukmronlik qiladigan joyda haqiqat, tartib va tiklanish bo'ladi. U barchaning xo'jayini. Masih Rabbiydir, Kriosdir, iymonning Rabbisidir. Barchamizning Rabbisidir. U yagona Rabbiydir. Bu soatga qarshilik ko'rsatmang. Masih Rabbimizdir. U sizning qarorlaringizning, iymon qadamlaringizning Rabbisi bo'ladi. U yolg'iz Xudo va ayniqsa u yolg'iz Xudo. Siz uni qiyin damlarda endi nima qilaman deb aytganingizda tushunasiz. Hayotimda qaysi yo'nalishni tanlayman? Buni qanday qilaman? Qayerda tugayman? Shunday qilib, u Rabbiy bo'lgani uchun men bu yerda nutq so'zlamayman. Men Xudoning amri bilan biror narsa qilyapman, toki siz uni tan olishingiz, qabul qilishingiz va Iso, nihoyat men yo'lni, haqiqatni va hayotni topdim.
deyishingiz mumkin va tilim sizga Rabbiy ekanligingizni tan olmoqda. Ish tugallandi. Xudo buni xohladi, u buni belgilab qo'ydi. Dunyo yaratilishidan oldin. Chunki sen Xudoning tanlanganisan, tirik toshsan, sevgida taqdir qilingansan. Va bugun uning xo'jayinlarning Rabbisi, shohlarning shohi Masihga taslim bo'lganining buyuk kuni edi. Men bilan birga omin, omin va yana omin deb ayting. Xudoga shukr. Men muqaddas ruh barcha qalblarga kuchli ta'sir ko'rsatganini his qilyapman. Va bu xabar davomida odamlar shifo topdilar, ozod bo'ldilar, o'z qalblarining langarini topdilar. Odamlar endi biz 34 tilda yetib borgan 137 mamlakatdan istalgan mamlakatda o'zlarini qayerda ekanliklarini his qila boshladilar. Ba'zi odamlar men ozodman, men shifo topdim, men zunkor ongimdan butunlay ozod bo'ldim deyishadi. Jodugarlik sehr haqida. Siz butparastlikdan ozodsiz. Endi sizning xo'jayiningiz bor va muqaddas kitobda shunday deyilgan. Solihlar iymon bilan yashaydilar. Endi agar siz Braziliyaning Rio de Janeiro shahrida bo'lsangiz, sizni cherkovga taklif qilmoqchiman. Masih tirik. Har yakshanba kuni ertalab soat 9 da, tushdan keyin soat 5 da Rio de Janeironing garbiy zonasidagi Campinas mahallasida, Rua Marit 320 ko'chasida. Biz shimoliy va janubiy garbiy zonalar o'rtasida joylashganmiz. Rio de Janeironing garbiy zonasi, bu yerda Buyuk Sobor, Rua Maritda 320 bor, Buyuk Sobor bor, Xudoning buyuk loyihasi bor. Bu yerda iymon yashaydi. Bu yerda sog'lom ta'limot yashaydi. Bu yerda Pavlus tomonidan e'lon qilingan g'ayriyahudiy cherkovi uchun xushxabar xabari yashaydi. Keling va biz bilan tanishing. Bugun siz hayotingizdagi eng muhim qadamni qo'yasiz, chunki qarang. Kimdir bir kun kelib dedi, men uni takrorlayman. Bu qiyin so'z, lekin men uni takrorlayman deyishdi ular. Kimdir mutafakkir shunday degan, insonning boshiga tushishi mumkin bo'lgan eng katta baxtsizlik bu yer yuzida Xudosiz o'tishdir. Xudosiz qolish do'zaxga tushish demakdir. Lekin Xudo bilan abadiy hayot, abadiy shon-sharaf bor. Bizda ikkita aloqa telefon raqami bor. Agar sizda mobil telefoningiz bo'lsa, iltimos 21 raqamiga qo'ng'iroq qiling. 99 127 41 54. Raqamlar 30 17 90 90 21. Rio de Janeiro, Braziliya +55. Biz bilan bog'lanish. Biz bu ishning bir qismi bo'lish, hamroh bo'lish, oila bo'lish uchun, bu yer yuzidagi Xudoning oilasi bo'lish uchun keldik. U shunchalik kengaysin, chegaralari shunchalik kengaysin. Butun dunyo Iso Rabbimiz desin. Keling, dasturni tugatamiz. Meni boshqalardan ajratib qo'ygani, meni tanlagani uchun Xudoga shukr qilmoqchiman. Men havoriylarning eng kichigiman, havoriy deb atalishga loyiq emasman. Lekin men bu yerda Xudo tomonidan berilgan topshiriqni bajaryapman. Shunday qilib, men deyarli 51 yil davomida Xudoga, Rabbimga, najotkorimga shukr qilaman. Men cherkov ahliga minnatdorman. Masih tirik. Bu havoriyni baham ko'rgani. Men qirollik uchun jonini fido qilgan yosh, fidoyi, mehribon televideniya jamoamga minnatdorman. Men Meskuytaning Villa Emin shahridagi turbo 1000 bozorlariga egalik qiluvchi, dindor farzandlar Rodrigo Ambrosi va Fabiane Ambrosi oilasiga minnatdorman. Ular Xudoga ishtiyoqli, hayotlarini shohlikka bagishlaydilar va uning kalomining butun dunyoga tarqalishini qo'llab-quvvatlaydilar. Rahmat, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Mening qadrdon do'stim Renato Villarinho va Claudia Richer, ularning oilasi va Zinzane oilasi. Zinzane, men doim aytaman, Zinzane yaxshi kiyinishni anglatadi. Ular dunyoning barcha burchaklariga yetib borgan ushbu dasturlarning bir qismi, homiylari. Biz allaqachon qayerda ekanligimizni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Fiji orollarida, Afrika tubida, Hind okeanida, Atlantika okeanida barcha tortiqitadi. Azizim, ulkan voqealar sodir bo'lmoqda va men Xudoga cherkov odamlari va Xudoning kalomini yelkama-yelka targ'ib qilish uchun yonimda bo'lgan bu oilalar uchun shukr qilaman. Rahmat Renato, rahmat Claudio, Zimzanaga rahmat. Biz dasturimizni yakunlamoqdamiz, ammo bu dastur sizning qalbingizga urug' ekdi. Siz uchun tadbirkor, professor, liberal, ijrochi, uy bekasi, nafaqahor, yosh, qari bu dastur aks-sado berishda davom etadi. Chunki men sizning yuragingizga sepgan soz, sizning yuragingiz unumdor tuproqdir. U allaqachon unib chiqmoqda. U allaqachon 30, 60, 100 yil davomida meva bermoqda. Yuragim bu haqiqat ekanligini aytadi. Ruhim Iso Rabbimiz ekanligiga guvohlik beradi. Ekilgan soz unadi, soz meva beradi. Demak, dastur tugaydi, lekin soz aks-sado berishda va tarqalishda davom etadi, chunki u zanjirband emas. Inoyat va tinchlik, sevgim, salomim, dunyoga quchoq ochaman, Iso nomidan. Inoyat va tinchlik.